Nexia 2 legenda deganlar xato qilasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu Moskva tonna yukda terak mahsulotlarini butun O'zbekiston bo'ylab kerak bo'lsa yetkazib ham beraverar ekan. Dastavkalarga mana shunday mashinalarimiz bor. Juda ko'pchilik qurilish materiallarini so'ragan edi. Terak, Mirza terak kimga kerak deganlarga kerak bo'lganlar olib ketaverasizlar bog'idan. Qurtishmaganidan tozasidan bo'ladi. To'sinlik qilib, vassallik qilib, strapiylar hammasiga bor ekan. Videoga like bossanang, hozir usta akamiz bilan birgalikda chiroyli qilib ma'lumotini beramiz aka. Assalomu alaykum aka. Aka, shunaqada biz joylarimiz. Charchamayapsizmi aka? Yaxshi kelib oldilarmi? Qalaysizlar aka? Allohga shukr aka. Qo'llaring dard ko'rmasin aka. Juda Yo'q aka. hamma assortiment qilib qo'yibsizlar aka. Xolos hammasidan bor aka. Aka mana shu hozir sir bo'lmasa qayerga dastavka bo'lib ketyapti aka. Farg'onaga beryapmiz aka. Farg'onaga? Farg'onaga. Hozir aka 4,5 bitta metrlik. pachkani beryapsizmi? Yo'q, hammasidan 5 pachka beryapmiz hozir aka. Aha. Har xilmi hozir bu yerda? Yo'q, faqat 4,5 metrlik beryapmiz. 4,5 metrlikdan. Aha. Hozir mana shu necha puldan chiqib ketyapti aka? 110 mingdan dastavka qilib beryapmiz. 110 ming so'mdan bir donasi. Dastavka 4,5 metr hammasi cho'tka aka, ichida qurt ekan, chirik pirigi yo'q aka. O'zi azmiz turbada tiniq tekis turibdi. Gap yo'q aka. Yaqinroq kelaveramiz. Mashakani o'tkazib olaylik. Mana bu bo'y balanti necha pul aka? Bo'y baland 5 metrlik aka, uy to'sinlarimiz 5 metrlik. 5 metrlik, ha? Aha. 140 ming beryapmiz bularga. 140 ming so'm o'rtachasi. O'rtachasi. Endi baquvvat mana bunaqalari bor, 170 ming beryapmiz aka, polvon. Operator yaqinroq kelaverasiz, yaqindan ko'rsating. Baquvvat boy to'sin deganlarga mana buni qarang. To'sinni, tankillashin. Xo'p, qancha beryapsiz buni? 170 ming qilib berdi. Dastavkasi bilan aka, dastavka ichida. Aha. O'ylanmas, qayerga uy ko'rsatsa bo'ldi eshigini. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Katta Qashqar qishlog'i. Xudo xolasa chiroyli qilib ekranda nomer qoldiraman, lokatsiyan akamiz tashab beraveradi. Bo'ladi. Kelishilgan holda. Bular-chi aka? 4,5 metrli aka. Xo'p. Boy to'sin 160 ming beryapmiz bularga. 160 ming so'm, ha? Boy to'sinlik. Boy to'sin. Ana undan farqi bor aka. Yaqin ko'rsatavering. Aka bu qaysi o'zimiz qanaqa terak deydi? Mirza terakda aka. Mirza terakda. Hozir Mirza terak. Hozir mana shu qanaqa chiqadi aka? O'lchovini qanaqa o'lchaydi o'zi? Foydasida. Uchun o'lchab beramizda. Ha. Bo'ldi, mushet qilmayapmizmi aka? Bo'ldi aka, meniki kelib oling aka. Bo'ldi. Akamizga mushet qilmaylik. Bular ishdan qo'ymaymiz. Bu yoqda ham cheklanmagan miqdorda 13, 15 mana shular yiriklarimizni nimasi, uchi, diametri. Uchida ustalar o'zi biladi-da. Shuna desangiz o'zi. Narxini aytib keting aka. 160 ming beryapmiz bularda aka. Mana bu no'charoq turganichi? 5 metrlik Paragon. Bular 80 ming aka. 80 ming beryapti. Bunisi 5 metrlik 155 ming beryapti buni. Ana o'rtachasidan yaxshirog'i bu aka. Hamma assortimentdan bor aka. 4,5 metrlik 110 mingligidan ana yuklanyapti turganidan bu. Aha. Bitta mana 3 metrlik stoykaliklarimiz bor aka. 3 metrlik to'sinimiz bor. Xo'p, mana stoykalik 15 ming so'm aka. 15 ming so'm. Donasi mana bu to'sinliklar. 60 ming so'm. 2 metrlik koridor nimalarga zo'r bo'ladi. 2,5 metr tushadi aka. 60 mingmi bu? 60 ming so'm. 2,5 metr ichkarilarda bor aka. Bitta ko'rsataylik. Mana shular juda ko'pchilik so'raydi buni. Mana 2,5 metrli atbornisi aka. 45 ming beryapmiz bularda aka, hozir Optimga. Hop foydalangani ham aytishaveradi aka. Mana bularimiz. Ha. Mana unisi o'sha o'rtachasi aka 35 ming beryapti. 2,5 metrlik bu ham aka. Mana polvon 3 metrligi. Mana ular 15 ming so'mdan 2,5 metrlik stoykali. Juda yaqin qilsa 06 kadrda olaverasiz operator. Xo'p, juda ham zo'r. Mana ularimiz necha pul aka? 10 ming so'm beryapti 2,5 metrlik aka. Stoykaga nima ishlaydi? Kashak stoykaga. Ha? Juda ham zo'r. Xo'p, mana bu uzunlarcha aka, nimaga ishlaydi misol? 5 metrlik kashak bu 15 ming so'mdan bu aka. 15 ming so'mdan. Donasi akalar, bunaqa metrmi deb yozadiganlar ham bo'ladi-da, donaga aytiladi. Mana 4 metrlik to'sindan bir ko'rsatib qo'ygan ekan klientlarimizga, ana 4,5 metrlik 4 metrlik 100 ming so'm beryapti buni. Aha, 4 metrlik 100 ming so'm. 100 ming. 100 ming. Aha. Strapil va reka aka ana bu nari yuzdimni ko'rsatib qo'ysangiz hammasidan bor. Hozir o'tamiz aka. Bu yoqda ham ko'rsatamiz aka. Qilganiga bitaveradi ish. Mana bularimizni ham ko'rsataylik aka. Qaysi bir aka? Mana bularni ham aytib ketavering aka. 5 metrlik aka. Mana 5 metrlik oppoqlarimiz. Aha. Bular hozir tushgan narxida 150 ming beryapmiz aka, polvonini aka. Ana quruqlarda 5-10 ming so'm farqlar, lekin bu quruq to'l farqida hozir narxlar tushgani hisobiga. Aha. 4,5 metrlik 160 ming deganimiz aka. Mana bularchi aka. 5 metrlik 50 ming beryapmiz aka, strapilga bular 50 ming. Baquvvat aka. Aha. Xo'p. Nech puldan nech pulgacha bor o'zi aka bu yerda to'sinlar? 5 metrligimi? Metrga qarab aka. 200 mingdan 6 metrligini beryapmiz, 5 metrligini zo'ri 180 ming so'm. Zo'ri 180 mingdan. Aka mana vassalikni ham ko'rsatib qo'yaylik.
Mana bunday vassalilarimiz. Kvadratganmi bu? Kvadratga desak ham qatorga beryapmiz. Qator. Orasi ochiq hisobligida buni Ha? 55 ming beryapti bitta qatorini. 15 ming, salkam 15 mingga to'g'ri keladi kvadratga. Aha. Arzoni ham bor ekan, maydaralari bor, 10 ming beryapti uni. 10 ming berdi. Kvadratga hisob bo'ladi. 40 ming so'm qatori bo'ladi 4 kvadratligi. Nariyoqqa o'tamiz aka. Kadrni uzmagan holatda o'tib Hop, ketaveramiz, ha. Xo'p. Mana qadrdonlar. Strapilami aka bular? Strapila buni sirayka chachigimiz aka. Pachkaligi ham bor, chachigi ham bor. Necha metr so'raganga? Strapilarimiz. 12 ga 4 metr to'rligi bu aka. 12 ga 4 metr. 12 ga 4, uzunligi ham 4 4 metrlik. metrlik, aha. Narxi Narxi 45 ming so'm buni aka. 45 ming so'm. 45 ming so'm. Aha. Demak, zo'r. Rekalarimiz nechi pul aka? 4 ga 4 ming so'm beryapmiz aka. 4 ga 4 ming so'm. 1 Optimga metr. kelishamiz aka. Aha. Mana teraklarimiz qadrdonlar, juda ham ko'p miqdorda. Dastlabki Assortiment bilan hammasidan bor. hozir qanchaga ketyapti desiz aka? 110 mingdan 4,5 metrli beryapmiz. Aha. Ketyapti, dastlabkasi Ketyapti. ichida bu. Gap yo'q. Yaqin atroflarga mana bu aravada ham ketaverar Ha, ekan. yaqin territoriyaga shundan tashlab beramiz. Xo'p, aka bu yuklangani hozir nech puldan berdingiz? Nech metrlik? 5 metrlik 150 ming so'm shu yangi ochilgan dedik, arzonroq dedik. Dastlabkasi bilan qayerga ketyapti bu? Ultormaga ketyapti. Ultormaga ketyapti. Mana Ultormaga tashlab qo'yamiz. legenda mashinalar. Legenda. Har qancha yukni ko'taradi. Gaz yo'q, Xo'p. havoga yuryapti hozir. Aka mana bu uzun 6 metr. 6 metrligi strapilga aka. Strapilga. Aha. Narxi nech pul aka? 70 ming so'm maydondagi. Narigisi 85 ming so'm progonlik aka u. Aha. Bu 4,5 metrlik, ya'ni polvon 5 metrlik ko'rsatganlarimizdan aka. Xo'p, aka yana bir narsani so'rab qo'yaman. Juda ko'pchilik shunaqangi mahsulot chiqarsak, bizda terak bor, olasizlarmi deb kommentariya yozyapti. Sotamiz, olamiz aka. Ha, olaverasizlar aka. Albatta, albatta aka. Bo'ldi, gap yo'q. Shu akalarning nomeri Ha. ekranda bo'ladi, aloqaga chiqsalaring bemalol kelishib sotsalaring bo'lar ekan. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalarimizning mehnatiga, dastlabki akalarimizga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Ekranda nomerlar bo'ladi, lokatsiyalarni tashlab berishaveradi.